Assalomu alaykum hurmatli Master Tom obunachilari. Biz yana Namangan Oromgohdagi navbatdagi obyektimizni ko'rishingiz mumkin. Uyimiz to'rtburchak xonadon emas, har xil shaklli xonadon va qanaqa shaklli bo'lishidan qat'iy nazar tomini sifatli darajada bitkizganmiz. Obyektni bitkizgan Zokir aka, yaxshimisiz? Rahmat Alloh. Aka, sal noodatiy shaklroq ekan, burchakka tushgan xonadon ekan. Joy shunaqa berilgan. Qiyinchilik bo'lmadimi? Yo'q, bizga ham. Straplar necha kunda bitdi? Straplar 15 kunda bitdi. Tunkasichi. Tunkasi 6 kunda tonna qo'llash. Xo'p, tashqi tomonida 3 ta arka ekan, aka. Ichki tomonida nechta? Ichki tomonda 2 ta arka bor. 2 ta arka bor. Ichkari tomondan ham qurib ko'ramizmi? Ketdik aka. Xonadonimizni ichki tomonini ham ko'rishingiz mumkin. Bu tomon darvoza qism, bu tomon uy va asosiy binoyimiz. O'ta boshqacha chiqqan. Aka, bu proyekt asosidami yoki bez proyekt bo'lganmi? Yo'q, proyekt bor aka. Proyekt asosida bor. Xo'p, proyekt bilan hayotdagisi qanchalik bir-biriga o'xshash? Birga bir. Albatta. Bu tomoni arka. Necha arka bo'lgan aka bu? Arkani eni oka 2 metrli arka bo'lgan. 2 metrli sirkulchi. Sirkul 90 ga bo'lgan. 90 ga. Kattalarchi. 4 ta ekan u arkasi. Ko'chada ham 4 ta. Ko'chada 4 ta, uy ichkarisida 2 ta deganingizga ajoyib, g'aroyib. Xo'p, aka, master model necha chiqdi? Master model 250. 250. Abrishon. Shaklarichi? Shaklari 35 oqa. Shaklari 35. Xo'p, eng asosiysi qanaqa materialdan bo'lgan aka? Toshkanni 04 tunkasidan qilingan. 04 Toshkent metallurgiya zavodiniki. Aksessuarlari ham xuddi shunaqami? Bir xil. Professionalchi. Hammasi bitta rolondan. Hammasi bitta rolon. Bu obyektda sizga eng yoqqan qayeri yoqdi? Asosiy figuralarda, o'sha figuralarda burchaklarda. Hop, tomni ichki qismiga ham chiqib oldik. Aka, nimaga ustunlar ko'p aka bayda? Ustun chiqsa ham bo'lardi-yu. Albatta, uy egalari moshina chiqsin dedilar. Tomdan foydalanmayman dedilar. Shunga ustunlar ko'p. Uyimizda xonalar ko'pligini hisobiga tom qismida umuman foydalanmas ekanlar. Shuning uchun ustunlarni juda ham ko'p qilingan. Eng asosiy qismi tomni ushlab turadigan qismi. Hop, aka, strapilliklar necha bo'lgan? 12 ga to'g'ri strapilligimiz, abrishotkalarimiz 10 ga 2 li abrishotka. Zo'r. Bu strapillik necha metr bo'lgan aka? 270. 270. Shunda 6 metrli taxtani 2 ga bo'lish kerak albatta. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin. Nima uchun ustulardan teradan foydalangansizlar aka? Uy egalari ekonomishni bo'lsin dedilar. Bir foydalanmayman deganlar uchun teradan foydalanaman. Juda zo'r. Qarang-da, bu qarg'ay bilan terak deylik a. Ko'p joyda safni ham qo'yishadi. Qarg'ay bilan terak qo'yilganda qanchaga razniца qilishi mumkin? Umumiy mana shu tomni hisobida olaylik. Agar shu yerga qarg'ay yoki sasni ishlatilganida, hozirgi ishlatilgan mablag'dan qancha baland bo'lardi? Ustun o'zini hisoblaydigan bo'lsa, 2 barobar arzon. 2 barobar. Daraxt 2 barobar. Mustahkamlik jihatidan-chi? Mustahkamlik jihatdan bunda ustunlar ko'pligi uchun bir xil bo'ladi mustahkamlik. Bir xil bo'ladi. Va shu o'rinda bitta narsani aytib o'tib ketish kerak joyizki, to'sin tashalgan, vasa qoqilgan tomlarda terak qo'yib yuborilsa, vaqtiki kelib tom bitgandan keyin lombos qilinadi. Lombosda ham ma'lum bir millimetrgacha tom cho'kishi mumkin. Shunaqa. Unda qanaqaga aytadi aka bu? Bunda ozmoz baquvvatlikni ushlab turadi. Unaqa sasini singan emas u. Misol uchun qarang-da, tomga loy bosildi deylik, 2-3 millimetrgacha tom cho'kadi. Xo'p. Cho'kkanda tomni figurasiga, o'lchamlariga ta'sir qilmaydimi? Agarda bunaqa xovon deyiladi, kashak deyiladi. Shunaqa kashaklar ko'p bo'lsa, 1 santimetrga ham aytmaydi. Umuman aytmaydi. Agar ko'p bo'lsa, agar misol uchun 2 ta yo 3 ta bilan tomni tugatib bo'lsa, unda cho'kadi. 2-3 santimetrga aytadi. Cho'kadi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketamiz. Bu xonadonimiz 100% plitada bo'lgan. Yerlarni ham ko'rishingiz mumkin. Plitalarni qilingan, tomni hech qanaqa 1 santimetr, 2 santimetr u yoqqa bu yoqqa bo'lmaydi. Xo'p, video sizlarga foydali bo'ldi deb umid qilamiz. Agarda siz ham uyingiz yoki obyektingizdan tomini yopmoqchi bo'lsangiz, bemalol Master Tomga murojaat qilishingiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab va qo'shni davlatlarga ham premium sifatda xizmat ko'rsatamiz. Videoga like bosib, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Obuna bo'lish ham esdan chiqmasin.